Komunist idologiyesi asasida barliqqa kelgan İslam əsliyyətçiliki və Tërorizim. Aptori Asiye Uyghur. Алдыңғы maqalamның e'lon qilinishi bilan Facebook dünyasida naiti ko'p munozirlarga sababchi bo'ldim. Shu munosabat bilan yuz berayotgan bu masalalarga mening bu masalani nima uchun tuyuqsiz o'ttirg'i tashlab qolganligimdagi maqsad muddalarimni qarindoshlarimga tushuntirish majburiyatim bor deb qarab bu yozmani qalamga oldim. Chunki masalalar tüp yiltizdan hal bo'lmaydi ekan, har xil ixtilof hamon davomlashidi va oqibat bizni tarixdagidek zo'r siyosiy qismatlarga cho'ng davlatlarning manfaatining qurboni bo'lishga, vatansiz qilishga, oqibatda har yerda har millatga qo'shilib yoki sigallardek tarki dunyolikqa va yoki mo'lar davrdek tarix batlarida tarixchilarning tadqiqot temasiga aylanib qilish qismatiga duchor qiladi. Shunga bu yozmani bu ixtiloflarni hal qilishning dastlabki qadamiy nuqtasida turib astoydil o'qib chiqishingizni va har qanday vaqtda inkos qaytarishdan avval manga o'xshash vaqtingiz va zehningizni sarf qilib bu haqda astoydil izlangandan keyin ilmiy usulda qarashlaringizni o'tirg'i qo'yishingizni umid qilaman. Undaqda gapni nima uchun bu nazuk va kishilar tilga ilishni xolamaydigan bir temaga markazlashtirib qoldim. Men nimani hal qilmoqchi? Ixtilof terib millatning beshini qaydirmoqchimi? Vatanda lagerlarda yetayotgan millionlarcha qarindoshlarimni ko'zim ko'rmadimi? Yoki oldimizda kelayotgan fursatlarda milliy birligimizning muhimligini his qilaligidek aqlim bo'lmadimi? Yoki bir temalarni qasddan o'ttirg'i tortib chiqarib millat orasida fitna paydo qilyapamdim? Balkim bu savollarning javobini nurg'un qarindoshlar bilishni xohlasa kerak. Undaqda maqsadga kelayli. Men hammasi o'rlik uchun nomli maqolamda tilga olganimdek, insonlarning qanday kiyinish, qanday yashash huquqlari Alloh tarafidan berilgan tabiiy huquqlar orasidagi ishlar bo'lib, uningga hech qanday davlat, qonun yoki shaxsning aralashishi insonlarning o'rtaq qimmat qarashlariga xilof bo'lgan qilmishdir. Shundoq ekanligimi ham Birlashgan Davlatlar Tashkilotining kishilik huquq xitobnomasida tilga ilingan. Undaqda bundaq bir daxli tarifsiz huquq nima uchun 21-asrdagi tinchlik davri deb atalgan? Madaniy bir jamiyatda biz Uyg'urga kelganda siyosiy vaziyatimizning ehtiyoji tufayli qarshi turishimizga duch keldi. Acaba demokratik ellarda demokratik ideologiyaga agishish, demokratik davlat qurishni tashabbus qilayotgan bir qism menimi o'z ichiga olgan ziyolilar BDTning bu xitobnomasi va erkinlik, kishilik huquqini bilmamdu. Masala albatta undaq oddiy emas. Hammanglarga ma'lum bo'lganidek, men xalqaro vaziyat haqida bir qancha yillardan beri izchil izlanib kelyapman. Bu izlanishlar davomida tabiiyla
üstimizdeki Xitay bizge artıp qoyğan dini aşqulluq, terrorluq töhmətləri və bu töhmətlərinin xalqarada bizning da'voyimizga zodi qanchalik ta'siri bo'ladiganligi, Xitoyga qandoq foyda elib keladiganligi haqida nihoyatda ko'p izlandim. Bu jarayonda terrorlik uqumining paydo bo'lishi va uning sabablari, xalqaro terror guruhlari yoki tashkilotlari deb atalgan Daesh, Taliban qatorliqlarning nemini maqsad va nishon qilganliklari, ularning nima uchun tinchlikni buzadigan, dunyoga tahdid elib keladigan bir cho'ng kuch bo'lib qolganliklari ustida izlandim. Amaliyotda 2 dunyo urushidan keyin Birlashgan Davlatlar Tashkiloti qurilib, mustamlika ostidagi millatlarning davlat qurishi tashabbus qilinayotgan mezgillarda dunyo miqyosida Komunist idologiyasi bilan demokratiya orasida idologiyalik kurash maydonga kelgan bo'lib, bu kurash yana o'z navbatida manfaat ko'rish hisoblanadi. Darvaqa Sovet ittifoqining kommunist idologiyasining ta'siri shu davrlarda O'rta Sharq, Afrika qatorliq ellarda nurg'un milliy mustaqillik kurashlarining maydonga kelishiga ta'sir ko'rsatgan. Misrdimi eng dastlab, ya'ni 2 dunyo urushidan burunla kommunist idologiyasining notallari big' surgan bo'lib, Misrning Angliyadan mustaqil bo'lishida dal kommunist idologiyasi zo'r ta'sir ko'rsatgan. 1922-yili Misr sotsializmchilari va kommunizmchilar tashkiloti hamkorligidagi Misr mustaqillik ko'rishi g'alaba qilib, Misr xalq jumhuriyati qurilgan bo'lsa-mu, lekin yanala Angliyaning kontrolligidan butunlay qutulib ketolmagan. Shu sabab mustaqillik ko'rishi izchil davom qilgan bo'lib, 1952-yilga kelganda ondan Angliyaning mustamlikasidan butunlay mustasno mustaqil Misr jumhuriyati asliga qaytib, Jamal Abdunasir Misr jumhuriyatining 2 navbatlik prezidentligiga saylangan. Bu kurashning g'alaba qilishiga zo'r to'p qo'shgan Said Qutb qatorliq İslam birodarlar tashkilotining a'zolari Jamal Abdunasirning hokimiyatining İslam əsliyyətçiligini asas qilgan bir hokimiyat bo'lishini tashabbus qilishgan bo'lsa-mu, lekin Jamal Abdunasir pan arabizmni tashabbus qiladigan va din bilan siyosat ayrilgan bir hokimiyatni barpo qilishni nishon qilgan. Darvaqa Jamal Abdunasirning siyosiy nishoni İslam birodarlar tashkiloti qatorliq Said Qutb idologiyasiga ergashganlarning kuchlik qarshiligiga uchragan. Said Qutbmo dal shu sabab hokimiyatni o'rishga urinish jinoyati bilan oqibatda darg'a esib o'ldirilgan. Ammo ishlar Said Qutbning o'ldirilishi bilan oyoqlashmasdan İslam radikalizmning qaytadan jonlanishi va barliq musulmon ellarga ta'sir ko'rsatishiga sabab bo'lgan. Said Qutbning hayot faoliyatlari haqida nihoyatda ko'p tadqiqotlar elib berilgan bo'lib, uning dunyoni musulmon va kofirdan iborat 2 qutbga ayirish chaqiriqi xalqaro terrorlik harakatlarining dastlabki piltisini yoqqan. Undaqda Said Qutbning
bundaq radikal ideyaga kelishiga zodi islom dini ta'sir ko'rsatganmi yoki boshqa sabab bormi? Bu haqdagi izlanishlarda Said Qutbning aslida bir kommunist idologiyasiga ergashgan va marksizmlik falsafa ustidagi izlanishlari, shundaqla Misr mustaqillik inqilobining g'alaba qilishimi Said Qutb qatorliq kommunistlarning kurashlari sabablik bo'lg'ini uchun uning islom əsliyyətçiliki nazariyasining o'ttirg'i chiqishida kommunist idologiyasi nihoyatda muhim rol o'ynagan deb qaraladi. Bo'libmi Said Qutbning dunyoni ikki qutbga ayirib, butkul dunyodagi xalqlarni ozod qilish va islom hokimiyatini tiklash, islom diniga ergashmaganlarni butunlay yo'qotish chaqiriqi dal marksizmning kommunist idologiyasi, ya'ni butkul insoniyatni ozod qilish, kommunistlarning davlati bo'lmaslik, dunyodagi barliq hokimiyatlarni og'dirib tashlash tashabbusi bilan o'xshash chaqiriqdir. Said Qutbning islom əsliyyətçilik chaqiriqining ro'yobga chiqishi uchun barliq musulmonlarning to'xtamay kurash qilishiga chaqiriq qilinishi, zo'ravonlik bilan kofirlar ustidan jang etishga rag'batlantirilishi, darvaqa kommunistlarning to'xtamay inqilob qilish, butun dunyo proletarlari birlashayli chaqiriqining o'zgartirilgan nusxasi bo'lib, musulmon dunyosida kommunizmdan iborat bu ideologiyaning boshqa bir shaklda paydo bo'lishi va terrorlik degan bu badbashara nom bilan taraqqiy qilishiga dastlabki asosni solgan. Qaraydigan bo'lsak, haqiqatanmi islom dini to'niga o'rnab olgan, xalqarada terrorchi atalgan bu kuchlarning yo'qotish nishoni insoniyatga zo'r tahdid keltirayotgan, butun insoniyatning dushmani atalgan, xalqlari xarzorlikda o'tayotgan kommunist hokimiyatlari bo'lmasdan, balki tinchlikni targ'ib qilayotgan barobarlik va taraqqiyotni, insonlarning haq-huquqlari kapolatga ega qilinib, o'rtaq taraqqiy qiladigan bir dunyo barpo qilishga izchil tirishib kelgan va insoniyatning taraqqiyotiga zo'r to'hfalarni qo'shib kelgan g'arb dunyosi bo'lib keldi. Texmi hayron qolarliq bo'lg'ini, kommunist hokimiyat ostidagi davlatlar va mustabidlikni nishon qilgan davlatlar bilan terrorchilarning ancha aloqasi bo'lmadi. Gapimizga qaytib kelsak, Jamal Abdunasir Arab birlashmasining qurilishiga va pan-arabizm ideologiyasiga asos bo'lsa, Said Qutb xalqaro terrorchilarning dastlabki mash'ilni musulmonlar dunyosida yondirdi. Afsus, bu ideya islom dinidan emas, balki texmi hajviy bo'lg'ini, islomga butunlay qarshi bo'lgan yadi nasllik diniy e'tiqodni butunlay rad qiladigan Marksning ideyasi asosiga barliqqa kelgan islomcha kommunizm bo'lishi edi. Demak, ikkinchi dunyo urushidan keyin o'ttirg'i chiqqan kommunizm idologiyasi va islom əsliyyətçilik idologiyasining yildizi bir va maqsadim o'xshash bo'lib, mavjud hokimiyatlarning hammasini og'dirib tashlab, o'zlariga ergashadigan va qarshi fikrdagilarni butunlay yo'qotadigan bir hokimiyatni barpo qilishni nishon qilgan. Shu sabab
Komunist hakimiyetlerimi devlet terörlükini inqilab şekilde elip bargan bolsa, İslam əsliyetçilerimi öz nişanı üçün zoravallık köreşlerini terörlük hareketleri arqılıq davam qılgan. Dünyada musulmonlarni asos qilgan birla hokimiyatni barliqqa keltirish buyuk orzusini qalbiga pukkan doishchilar va talibanlar qatorliq xalqaro terrorlik tashkilotlarining mohiyati amaliyotda Xi Jinping boshchiligidagi dunyo o'rtaq gavdasi barpo qilishga otlangan va bu nishonga yetishda Uyghur qatarlıq özüge qarşı eqimdiki xalqlarni butunlay yo'qitib, butkul dunyoni bir balvoq, bir yo'l strategiyasi orqali o'ziga bo'ysundirib, dunyoga xo'ja bo'lishdak bir buyuk orzuni amalga oshirish maqsad qilgan Xitoy bilan o'xshashdir. Dünyada komünist hakimiyetleri Sovet İttifakının parçalanışı bilen asta zavallıqqa yüzlendi. Amma İslam əsliyyətçiliki bolsa undaq emas. Aksicha Taliban və keynidiki Daeshqa o'xshash terrorlik tashkilotlari qurilib, dunyo tinchligiga o'zliksiz tahdid bo'lib turmoqda. Demek, İslam əsliyetçiligini tərgib qılğıçılar bütkül dünyanın düşməni hesablandıgan bulup, bu күшнің dünyanın hər qandaq yerida, hər qandaq şəkildə o'ttirg'i chiqishi, insoniyatning taraqqiyotiga tahdid elib keladiganligi o'rtaq qarash hisoblanadi. Shu sabab hem Daeshqa o'xshash radikal kuchlar bilan bog'lanishi bo'lgan har qandaq davlat, tashkilot yoki shaxslarmi xatarliklar kategoriyasiga kirgizilib muomala qilinadi. Vatan sirtidagi Uyg'urlar orasida yuz berayotgan ba'zi diniy talash tortishlar ko'pincha kishilarga xuddi Xitoyning dinimizni cheklashidek tuyg'u bersimi? Bundaq bo'lishidagi sabab yanılı Xitoyning diniy radikallik qalqini ostida yetmoqchi bo'lgan maqsadining radikallikqa qarshi turish. İslam diniga qarshi turish emas, balki radikal İslam əsliyetçileri bilan hamkorlashib, G'arb demokratik idologiyasini vayron qilishni maqsad qilganliklarini tushunmaganlikdandir. Meningcha, bunda qaymoqishning sababi haqida kichikkina to'xtalsaqla, bu masalalarni osonla tushunib ketalaymiz. Xitoyning dunyoga xo'ja bo'lish yo'lidagi eng cho'ng dushmani kim? Bu savolga hargizmi islom allari deb javob berolmaysiz. Chunki Xitoyning hozirgi taraqqiyoti islom allarini vayron qilib sharoitni allaburun hozirlab bo'lgan. Ondaqda uning islom allarini vayron qilishga yoki dunyoni bo'ysundirishiga to'salg'i bo'lgan kuch nima? U dal Amerika boshliq G'arb va demokratik ideologiyadir. Demokratiya demak erkinlik, barobarlik, kishilik huquq deganlik bo'lib, Amerikaning mustaqillik ko'rishi jarayonida dunyoga kelgan bu yangi ideya kuchlik diniy asosga ega bo'lganligi sabab insonlarning Allah tarafidan ato qilingan eng aqalli haq huquqlardan yashash huquqi, baxtga erishish huquqi, barobarlikdan iborat bu huquqlarning daxli ta'rifsiz bo'lishini tashabbus qilgan. Lekin Komunist idologiyasi va islom asliyatchiligi irqiy qirg'inchilikni, zo'ravonlikni,
to'xtamay kurash qilishni asos qilgan bo'lib, kishilik huquq, erkinlik va barobarlikni rad qilgan. Shu sababdan fan texnika, iqtisod va harbiy kuchda yuksak taraqqiyotlarga ega bo'lgan Amerika qatorliq taraqqiy topgan ellarni vayron qilishda kommunistlar uchun o'zi bilan mohiyat jihatda o'rtoqlikqa ega bo'lgan islom radikal kuchlari bilan hamkorlashib, g'arbga taqobil turishi kelgusi nishoniga yetishdiki eng to'g'ri tanlash hisoblanadi. Bizga ma'lum, Xitoy 19-qurultayda 2025 yildan 2049 yilgacha Xitoyning fan texnikada dunyoning oldiga o'tish bilan birga dunyodagi eng taraqqiy topgan davlat bo'ladiganligini jakarlagan edi. Amaliyotda 2025 yili Xitoy Komunist partiyasi qurilgan 104-yili bo'lib, 2049 yili bo'lsa, Xitoy hokimiyati qurilganligining 100 yilligi edi. Bu 200 yillik Xitoyning milliy kimligi bo'lgan dastlabki Junxo millati nomining ijodchisi Liang Qichao Xitoy tarixini Han Vudi davriga bog'lagandan keyin paydo bo'lgan Xitoylarning qayta gullanishini qo'lga keltirish 100 yillik plan loyihasining 21-asrdagi davomi edi. Davomi bor.